Hyundai Santa Fe avtomobilini avtomat korobkasi, reduktor va rozetka moylarini hozir almashtiramiz. Ko'rishingiz mumkin. 2,5 litrli motorliga mana. MPI. Hozir bunga Adinol firmani Dextron 6 ni quyib beramiz. Mana shundan hozir moylarni quyib yuboramiz. Teg qismini ham hozir ko'rsataman. Tegida ham ishda ketyapti. Tegida mana rozetkasida moylarni to'kib oldik. Mana rozetkani moyi. Mana ham ko'rib turganinglar rozetka moyi. Qatdan to'kdingiz aka? Bitta ko'rsatib olaylik. Ayyor uzun bo'lkilar. Ha. Yonida quyadigan. Ha, yondan quyiladi. Yonidan quyiladi. Obisniy. Mana ham ko'rib turganinglar moy filtri. Hop, bu yoqda mana avtomat korobkalarning moylari almashyapti. Rozetkasiga 75 ga 90. Nemetskiy German Gold moyni quyib beramiz. Hozir mana shularni polni artib, aniq qilamiz. Mana shundan moylarni to'kib qo'yamiz. Mana bitta ko'rasizlar. Xotirlayasizlar, ko'ryaptimi yo'q? Mana shu yerda patrubkasi bor, mana shudan to'kiladi. Bunday Santa Fe'ni korobka moyi. Reduktor, zadniy most. Mana shundan moylari to'kiladi. Keyin quyib yuboriladi. Ko'rishingiz mumkin. Rozetkani moy quyiladi. Orqa reduktorni moy. Santa Fe yaxshi ko'radigan mijozlar bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Niyat qilganlar bo'lsa, hammaga shunaqa mashinalar haydash nasib qilsin. Niyat qilganlar ham bitta like bosib qo'yinglar. Kimga shunaqa almashtirish xizmatlari, moy almashtirish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Istalgan ishlarni xudo xohlasa chiroyli qilib, sifatli qilib bajarib beramiz.